Assalomu alaykum. Bugungi videomizda yangi chiqqan Avalon'da pultini qanaqa qilib ishlatishni funksiyasini tushuntirib beramiz. Birinchi bo'lib qizil knopkani ko'rsalaring. Bu kanselni o'chirib yoqilgan knopkasi. Shu bilan o'chiriladi, yoqiladi. Hop, pultni yoqqaningizdan keyin bu ko'k knopkasi cool deb qo'ygan. Bu yozgi rejim. Shunda turgan bo'lsa, yozda ishlatasiz. Sovuq havo haydaydi. Gradusda 25 qilib ishlataverasizlar. Bu speed shobadasining tezligi. Misol uchun avtomatik turibdi. Ko'rsalaring, o'zgartirsangiz bu eng pastiga o'tib oladi. Kechqurunda ishlatilgan ko'proq funksiya. Mana eng pasti mana birinchi tezlikka o'tdi, ikkinchi, uchinchi, 4-chi, 5-chi, maksimalni 5 ta skorosti bor. Ishlab turganda ventilyator tezligi. Bossiz turboga o'tadi shundan. Hit deb yozib qo'ygan knopka. Qishda ishlatasiz buni. Kanselni pultdan o'chirib turib, oldin issiq rejimga o'tkazgandan keyin kanselniki yoqiladi. Issiq rejimga qo'yganingizdan keyin 15 daqiqadan keyin issiq havo chiqarishni boshlaydi. Bu soft knopkamiz. Kanselni ishlab turgan holatda soft knopkasini bossangiz, o'sha o'zlariga to'g'ridan turib urib olmasdan o'sha jalyozisi yopilib turib, shu holatda havo haydashni boshlaydi. Faqat ozgina pastroq haydaydi sovuq havoni. Modelni bossangiz, grid degani bu namlikni yo'qotib beradigan rejimi. Bitta modelni bossangiz, mana qishki rejimga o'tadi. Bundan o'tkazsangiz ham bo'ladi rejimga, ikkalasidan o'tkazsangiz ham bo'ladi rejimga. Modelni bossangiz, fan faqat ventilyator o'zi ishlaydi bunda. Avtomatik va avtoga qo'yib qo'ysangiz, yozda misol uchun xona haroratiga qarab turib, o'zi yozgi rejimda ishlaydi, qishda qishki rejimda ishlaydi. Cool, o'sha yozgi rejim. Hop, bu plus minus bilan gradusda past-baland qilinadi kanselda. Qancha gradus past-baland qilsangiz, shuncha xona harorati ham sovuqroq bo'ladi. Iloji bo'lsa 25 ta ishlashni tavsiya qilamiz. 16 da ham tokizi ko'proq iste'mol qiladi. Keyin qo'shimcha kansel nagruzi keladi. 25 ishlatsangiz sog'lig'ingizga ham ziyoni bo'lmaydi. O'ng tomondagi knopka swing deb qo'ygan. Bu kachelarniki. Bitta bossangiz, oldagi jalyozisi o'ynab turadi, tepaga pastga chiqib tushib turadi. Bunisini bossangiz, ichidagisi bor, ichida jalyozisi bor. Shu o'ngga chapga o'ynab turadi, ichida kachelasi. Shu bilan yoqib o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Keyin qo'shimcha menyu degan knopkasi bor. Bu menyuda bosganingizda vaqt qo'ysangiz bo'ladi. Kanselda display degan yozuvga qo'ysangiz, bu kansel ekranini ko'rsatib turadi. Displeyga bosib qo'ysangiz, kansel ekranini ko'rsatmay qoladi. Endi bosamiz. Eco degan yozuvga qo'ysangiz, kanselda o'sha tokda ekran qilib ishlaydi. Faqat sal bunda sovutishi pastroq bo'ladi. Ekranga qo'yib turib, OK deb bosib qo'yasiz. Meni bosasiz. Eco o'ynab turganda OK deb bossangiz, o'sha rejimga o'tadi. Yana o'chirish uchun shu Ecoga ustiga bossangiz o'chadi. Menini bosamiz. Endi kanselni shu slipga qo'yganda bossangiz, OK da ekranida hech nima ko'rsatmay qoladi. Displey ishlamay qoladi. Menini bosamiz. Healthni bossangiz, o'ynab turganda xonani havosini tozalab beradi. iFilga bitta bosib qo'ysangiz, mana xonani haroratini ko'rsatyapti. Datchik bilan o'lchagan xonani gradusini. O'shandan olmasdan turib, pultdan olib ishlaydi gradusda. Pultni qaysi xonaga qo'yib qo'ysangiz, o'sha xonaga pultdan belgilab qo'ygan gradusga tushmaguncha kanseller to'xtamasdan ishlayveradi. Yana narsa esdan chiqmasin, kanseller bir oyda bir marta ko'rib ochiladi mana o'zi. Mana ichida filtri bor. Shu filtrini olib iqsiz chiqadi. Shuni olib ishlaganda o'ziga chang tortadi. Shuni filtrini bir oyda bir marta
tozalab turishlarini tavsiya qilamiz. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, layk bosib, kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.